İstanbul'dan ham eski joy bor. Bu dikili tash yoki Teodosius ustuni. Ilonli ustunni yonida ipodrom, eski qadimiy ipodrom maydoni. Bu hozirgi Sulton Ahmad jome masjidi. Keyin Aya Sofiya, shuni yonida, mana shuni yonida Misrdan olib kelingan. İstanbul shahri nari borsa 2000 yil ham chiqmaydi, ammo bu tosh 3500 yillik. Qadimgi Misrda shahri bo'lgan Luxor, ya'ni eski poytaxti. U Janubiy Misrda joylashgan. U yerdan 354-milodiy yilda Rim imperatori kemalar bilan Iskandariya shahriga olib keladi. Iskandariyadan yana kemaga yuklab og'irligi 200 tonna bo'lgan Istanbulga, ya'ni Konstantinopol shahriga olib kelishadi. Konstantinopol shahrida 390-yilda Teodosius o'sha imperator mana shu joyga shuni qo'yadi. Bu endi avvalgi ishonchga ko'ra mana shu shaharni balo qazodan himoya qiladigan tilsim deb e'tiqod qilishgan. Shu va shuningdek qiziqarli ma'lumotlar uchun kuzatishda davom eting.